shu tog'i eng balandiga chiqishga harakat qildim, lekin chiqolmadim. Mana bu yarmigacha keldim. Bu tepasi juda ham baland ekan va oyoqlarimga tikanlar kirib qiynaldim. Keyin suv tugab qoldi. Xullas mana shu yarmi ko'prog'iga chiqdim shekilli. Mana shu shu hovlida hozir sayr qilib oilamiz bilan kelganmiz. Farzandlarim mana shu yo'ldan chiqib ketdim. Tabiat lekin shu eng baland tepasiga chiqmoqchi edim. Chiqolmadim. Chunki juda ham baland ekan. Tik qoyaga o'xshagan, xuddi tik tog' ekan. Mana bu yo'llari osonroq, deyarli chiqish qulayroq bilasa bo'ladi, lekin tog'ga chiqish qiyin. Manimcha bu tog'lar orqasida yana katta baland tog'lar bor, uni orqasida esa boshqa davlat, Qirg'iziston ekan. Mana bu tog'larga chiqish qiyinroq. Bu tomongi tog'larga manimcha alpinistlar chiqadi. Oddiy bizga o'xshagan odamda chiqish qiyinroq. Mana bu o'rtadagi qishloq dam olish maskani. Bu yerga Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qondan ko'pchilik dam olgani keladi. Mana yoz oylarida